Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, xususan Havasdan biznesgacha kanalining qadrdon obunachilari. Hammalaringizga xayrli kun tilayman. Parrandalarimizga dom berishni boshladik. Bugungi yangi kun hammamizga xayriyatli, barokatli kelsin. Bugun 16 aprel 2026-yil. Parrandalarimizni donlarini beramiz. Kimlardir so'rashibdi. Endi o'tgan bosib yotganiga 33 kun bo'ldi. Choqib ko'rdim tuxumini, tuxum hali yaxshi rivojlanmagan ekan, necha kun bosadi deyishibdi. Endi o'tganlar o'rtacha hisobda 38 kun tuxum bosadi. Ya'ni 35 kundan 40 kungacha bo'lgan muhlatda ishlay oladi, ob-havoni qandayliligiga qarab. Misol uchun havo salqin paytlarda bo'lsa 40 kungacha ham bosib yotishi mumkin deb eshitganman, lekin mendagi endi o'tganlar asosan 38 kunda ochadi. Ba'zilari undan sal ertachiroq, ya'ni 35 kunda ochganlar ham bo'lgan. Tuxumini tagidagi tuxumini kam ko'pligiga ham qaraydi. Ya'ni tuxumi ko'proq bo'lsa uzoqroq muddat yotadi, tuxumi kamroq bo'lsa, ya'ni 17 ta, 18 ta, 15 ta tuxum bo'ladigan bo'lsa, kamroq vaqt ochib chiqishi ham mumkin. Bular endi o'tganlar 30 tagacha tuxumni tagiga sig'dira oladi, lekin o'rtacha 25 ta tuxumni yaxshi ochib beradi. 25 ta tuxumga, ya'ni qiynalmaydi demoqchiman. Shuning uchun o'rtacha 25 ta tuxum qo'yishni maslahat beraman. Bu bizani Kuldiyandot juftligimiz. Buni jo'jalardan chiqaryapmiz, lekin sotuvda yo'q. Jo'jalarni sotayotganimiz yo'q. O'zimizni ko'paytiramiz, chunki bular ham qanqaylarga o'xshab juda ser tuxum, yaxshi tovuqlar. Buni o'zimizga ko'paytirib olib qolmoqchiman, nasib bo'lsa qishki tuxumlardan sotamiz. Bu yerda bizani kurka endi o'tganlarimiz yotibdi. Bu yerda tuxumlab qo'yishgan, yana bu yerdagilar esa o'sha ikkinchi partiyani bosyapti. Bu yerda munchoq bo'yin o'rdagimiz tuxum bosyapti. Bu yerda bizani endi o'tgan jo'jalarimiz o'sha bular 1,5 oylik bo'lib qoldi, to'rtalasi. Kimga kerak bo'lsa sotuvda sotiladi bular. Va Kuldiyandotimizni birinchi partiyadan chiqqan bittagina jo'jasi bor va Qora Shahzodani jo'jasidan bitta qolgan. Bular ham o'zimizga olib qolinadigan jo'jalar. Bu yerda tuxumlar, bu yerda ham ko'kimiz yotibdi. Bu ham ikkinchi partiyani bosib yotibdi. Bunga Agedel va Bigunok tuxumlardan qo'yib qo'yganmiz. Bunisiga ham Agedel, Bigunok tuxumlardan qo'yib qo'yganmiz. 30 tadan tuxum bosib yotishibdi bular. Hamda yam-yashil o'tlarni berib qo'yganmiz. O'tni juda yaxshi ko'rishadi. O't baribir kerak bo'lgan organizmiga, immunitetini kuchaytiradi, tuxumlashlarini yaxshilaydi. Mana bu yerlarga tuxumlab qo'yishgan. Mana bu yerga ham bugun tuxum qo'yishibdi, mana bittagina. Kecha yo'q edi. Bu yerda kecha 4 ta tuxum bor edi. Bu 4 taligicha turibdi. Bu yerda 4 ta, 5 ta tuxum bo'libdi. Bu yerdagi tuxumlarni bilmadim, ko'mib qo'yibdi shekilli. Ko'rinmayapti. Lekin bu yerda juda ko'p tuxum bor. Mana bu yerda tuxumlar yig'ilgan. Bu yerda hali endi o'tga yotibdi ekan, tuxumlayapti shekilli hali. Xo'sh, mana bu yerga bitta uyacha qilib qo'ydik. Bunga ham даже tuxum qo'yib ketishibdi. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Yo'q, ko'rinmayapti. Bu yerdan ko'ramiz. Ana ikkita tuxum. Kecha bu yerga so'lni to'shab qo'ygan edik, tuxum yo'q edi. Shunaqa, Xudoga shukr, hozir yaxshilanish bor, o'sha rivojlanish bor. Tuxumlar ko'payapti. Hademay bu degani birin-ketin hali tuxumlab ketadi degani. Yandotimiz yotuvdi, o'sha tuxum qo'yib qo'yibdi aka. Endi o'tganlar necha oyda tuxumga kiradi deb so'rashadi. Mendagilar 7 oylikda tuxumga kirdi. Shuni bilaman, xolos eng ertachisi mendagi 7 oylikdan tuxumga kirdi. 7 oyda bular tuxumga kirar ekan. Endi kimdadir balki undan ertachiroq kirar, kimdadir biroz kech qoladi. Endi boqishga, tug'adigan joylarini chiroyli taxlab qo'yishga ham qaraydi. Ya'ni quruq, xoli joyda bo'lsa, yaxshi tuxumlab ketadi, ertaroq tuxumga kirishadi. Mana bu bizning germanskiy endi o'tganmiz.
Germanskiy va oqbosh koreyskiy endi o'tkalarimizda mana bularni jo'jalaridan sotuvda bor. Mana bu germanskiy endi o'tkamiz va koreyskiy oqbosh endi o'tkalar. Gibrid jo'jalari bor sotuvda. Agar kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, jo'jalari sotiladi. Bu 2 yoshdan oshgani 12 kilogacha vazn qilganini eshitganman, lekin hali o'zim ko'rganim yo'q. Lekin bularni Toshkentdan olib keladigan paytimga 6 oylik jo'ja edi. 6 oylik jo'ja 5 kilo vazn bosgan edi tirik vaznida. Bular juda visovoy, yaxshi parandalar, go'sht yo'nalishiga boqiladigan endi o'tkalar. Endi o'tkalar juda barakali qushlar bo'ladi. Inkubator sohasida ham bularga yetadigani yo'q deb o'ylayman. Juda bir yaxshi tuxum ochishadi. Tuxumlari почти bexato chiqadi. Urug'lanish foizi juda yaxshi bo'ladi bularni. Va hamma parandalarning tuxumlarini ochib bera oladi. Ya'ni kurka tuxumi deysizmi, tovuq tuxumi deysizmi, sisarka, fazan, g'oz, boshqa turdagi o'rdek tuxumlari, xullas любой tuxumni ochib bera oladi. Bostirib ko'rmadim, faqat tuya qush tuxumini, kichkinalaridan bedana tuxumini bostirib ko'rmadim. Ularni bilmayman endi ochib bera oladimi yo'qmi. Ularni ham ochib bera olsa kerak, prosta ehtiyotkor bo'lib turish kerak. Katta endi o'tkalar, даже tuya qush tuxumini ham ochib olsa kerak deb o'ylayman. Yana ham bilmadim, chunki buni sinab ko'rmaganman. Ko'pincha menga bularni sog'ligidan shikoyat qilib savollar berib qolishadi. Men bularni sog'ligidan to'g'risi menga juda kamdan kam kasal bo'lish holatlari uchrab qoladi. Bu ham yana qanday oqsoqlanib qoladi. Ya'ni xo'rozlari bosgan payti makiyonlari biroz qaltis harakat qilib qo'yadimi, oyoqlari oqsab qoladi yoki ikkita xo'roz urushib qolib oyoqlari oqsab qoladi. Mana shunga o'xshash holatlar bo'ladi. Lekin bulardan boshqa bir narsa ko'rmayman-da, boshqa bir kasallik yoki bir boshqa bir nuqson ko'rmayman bularga. Menda shunaqa holatlar bo'lmagan. Shuning uchun sizlarning savollaringizga javob bera olmayman. Ya'ni bularning sog'ligi, bular immuniteti baland, shamollashlarga chidamli, kasalliklarga chidamli, uncha-muncha kasal bo'lavermaydigan parandalar. Shuning uchun kimdir ko'zi yumilib qolyapti, ko'zi shishib qolibdi deydi. Unaqa narsalar nima uchun bo'layotganini bilmayman. Jo'jalarini esa ko'zi shishib qolishlari yoki jo'jalarni bir ovqat yemay ana bo'lib qolishlari havoni jazirama issig'ida paytlarida bo'ladi yoki ularga tinimsiz broiler ovqatni o'zi bilan katta qilsangiz, ularga oyoqlari oqsab qolishlari bo'ladi. 3 oylik, 4 oylik bo'lganida yoki 5 oylik bo'lganida o'zi sezila boshlaydi oyoqlari oqsashi, chunki ularga kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi tez o'sgani hisobiga. Mana bu yerda ham kecha uy qilib qo'ygan edik. Qarang, o'sha 3 ta endi o'tka va 2 ta tovuq tuxum to'qib ketibdi bu yoqqa. Bizning Xanxa tovuqlarimiz. Xanxa tovuqlarimizda ham tuxum jo'jalari sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, xo'rozimiz Marg'ilondan olib kelingan. Qip-qizil olov rang Xanxa xo'roz. Kimga kerak bo'lsa, mana shularning tuxum jo'jalari sotiladi, aloqaga chiqsanglar. Nasib bo'lsa, viloyatlarga ham pitakkacha dastavka tekin, pitakka chiqarib, shofyorlar bilan gaplashtirib, jo'natib beramiz, xudo xolasa. Bu yerda bizning tovusimiz dumlarini yoyib, o'zini reklama qilib, tovusvoy. Juda chiroyli, Allohum al-musavvir. Qarang, qanday chiroyli narsa. Qo'l bilan chiza olmaysiz buni. Ranglari har xil rangga tovlanadi, qarang. Ajoyib. Alloh buyukda, qarang. Allohu akbar. Bu yerda bizning hovuzimiz, o'rdaklarimiz maza qilib cho'milishadi bu yerda. Suvlari уже eskiribdi. Bugun yana yangilaymiz suvlarini. Yashil tusga kirib qopti. O'rdaklarimiz og'izlariga tuproq olib kelib, ichiga hovuz ichiga olib kelib to'kib loyqa qilishadi suvni. Narki tomoni biroz tiniqroq turadi, bu tomon loyqa qoladi. Chunki bu yerda agidel o'rdaklarimiz biroz shunaqa loyqa qilishni yaxshi ko'rishadi suvni. Bu bizning agidel o'rdaklarimiz zotli go'sht va tuxum yo'nalishiga juda yaxshi bo'lgan parandalarimiz, o'rdaklarimiz va dekorativ yo'nalishda ham boqsa bo'ladi, chunki oppoq ko'zni qamashtiradigan juda chiroyli o'rdaklar, katta o'rdaklar. Videoda hozir ekranda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin почти makiyon g'ostinga keladigan juda katta o'rdaklar. Bular 2 oyda broiler o'rdaklar hisoblanadi bular. Asosan go'sht yo'nalishida boqiladi. 2 oyda 3-3,5 kilogacha vazn ola oladigan o'rdak zotlari. Bularning ham tuxum jo'jalari sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, tuxum va jo'jalari sotiladi. Bu yerda bizning g'ozlarimiz va indiyskiy begunok o'rdaklarimiz. Indiyskiy begunok o'rdaklarimiz tuxum va dekoratsiya yo'nalishida boqiladi. Juda chiroyli, o'zini pingvinga o'xshab yurishlari bilan odamlarning e'tiborini o'ziga jalb qiladigan parandalar. Va shuning uchun bularni pingvin o'rdaklari ham deb ataladi. Bularning ham tuxum jo'jalari sotuvda bor. Zakaz berib qo'ysanglar oldindan zaklab tashab, bularni ham jo'jalardan qilib beramiz. Tuxumlari ham bor sotuvda. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, viloyatlarga ham chiqarib beramiz.
G'ozlarimizni ko'p so'rashyapti. G'ozlar jo'jasidan bormi sotuvda deb. G'ozlarimiz jo'jasi hozircha sotuvda yo'q. Boshlanishdagi partiyalardan o'zimizga biroz olib qolib, keyinroq sotuvga chiqaramiz xudo xolasa. Faqat hozir sotmayapmiz g'ozlarimizni. Tuxumlaridan bir ikki sotdik, lekin hozircha tuxumlari ham sotuvda yo'q. Mayli, endi navbat xudo xolasa tuxumlarni yig'ib chiqamiz yonasib. Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Qani, agidlarimizni uyasiga kirdik. Qani nima gaplar? Kecha bo'lagan somonlarni to'shab qo'yganmiz mana. Tuxum to'shishni boshlashdi. Bitta 3 ta 4 5 ta. 5 ta tuxum. Bu yerda o'rtalarimizni hozir qamamayapmiz. Qamamasak tuxumni kam tug'ishyapti. Ya'ni kam emas, har doimgi vaqtga tug'ishmayapti-da. Keyinroq ham tug'ib ketishyapti. Shuning uchun endi bugundan boshlab o'rtalarimizni qamab qo'yadigan bo'lamiz. Hisobi hammasi bir vaqtga tug'ib, keyin u yerdan chiqishi uchun. Endi begunoklarimiz tomonga o'tamiz. Balki begunoklarimiz ham shu qamalmayotgani uchun kam tuxum tug'ayotgandir. Chunki qamab qo'yganda tuxumlashi ko'proq bo'lar ekan. Bu yerda bitta tuxum. Mana bu yerda ikkita tuxum. Boshqa yo'q adashmasam. Bu yerda kecha somon solib qo'ydik. Tuxum tug'magan. Mana bu yerda ikkita tuxum bor ekan. Bu uyachada bugun tuxum tug'ishmabdi. Mana xaslani ustiga tepaga tuxum qo'yib ketgan qarang. Va mana bu yerda bitta, ikkita, 3 ta tuxum. Kecha bu yerga somon to'shab qo'ydik. Bu yerga tuxum qo'yib ketishibdi. 3 ta tuxum. Yomon emas. Albatta bu tuxumlar hammasi emas, chunki hozir ertalab bir yig'ishtirganimizdan keyin abitgacha hali yana tuxum qo'yishadi. U yoqda bu yoqda bitta ikkita tuxum qo'yib ketishadi. Ular yurishini qarang, qani ajoyib. Pingvinga o'xshab yurishadi hammasi saf bo'lib. Ajoyib qushlar, beozor qushlar. Uylaringizga boqsanglar, bemalol maza qilib, endi parranda sevarlar uchun tomosha qilish bilan mazza bo'ladi baribir. Endi esa sesarkalarimizni uyasiga kiramiz. Qani nima gaplar? Indiyskiy begunokimiz tuxum bosib yotibdi. Bu yerda sesarkalarimiz tuxum bosib yotibdi. Bittalik u yerda ikkita sesarka tuxum bosib yotibdi. Xo'sh, endi kirib qaraymiz. O'rdaymiz, mana ke tuxumlari yaxshi bosib yotibdi. O'shonaki qip-qizilgina bo'lib ko'rinyapti. Rivojlanish bor. Yaxshi. Manaki ikkinchi partiya bosyapti indiyskiy begunokimiz. Indiyskiy begunoklar tuxum bosa olmaydi, onaviy instinkt past deyishadi. Bizda bilmadim, ikkinchi partiyalar bosyapti manaki. Bu yerda sesarkalarimiz bari kurki bo'lib olishyapti. Chiqinglar qani. Tuxum yo'q, shunday bo'lsa ham yotib olishgan. Bu yerdagi palada tuxumlarni qo'yib qo'ygan edim. Palada tuxumlarni olib tashladim. Kurk bo'lib olishmasin, bosib yotishmasin deb. Hozir shunday bo'lsa ham, quruq bo'lsa ham yotib olishyapti. Bu yerda ham kurka sesarkamiz bor. Voy, cho'qima. Cho'qima. Vah. Juda ham qo'ydi. Tagida yangi tuxumlar bo'lsa olib qo'yamiz. Vah, vah. Yaramas. Tuxumlar yaxshi rivojlanyapti, ichida jo'jalari bor. Vah. Juda yomon cho'qiydi. Bo'pti, kirib yota qolib yangi bo'ldi. Tuxumlar yo'q ekan yangi. Bu yer bizani koreyska oqbosh indutkalarimizni shaxsiy basseynlari manaki, maza qilib cho'milishadi. Taxtadan chiqib, ichkariga kirib ketishadi, ichkaridan donlarini yeb chiqib, yana qordan to'yg'izib chiqib, bu yerga kelib cho'milib yuraverishadi. Bu yerda esa ularni shaxsiy soyada dam olib yotadigan joylari. Endi qulaychilik qilib qo'yilgan bularga. Xo'sh, g'ozlarimizni uyasiga kirib qaraymiz. Bu yerda yana bitta begunok va bitta sesarka tuxum qo'yib ketibdi. Qo'yib qo'yamiz tuxumlarini. G'ozlarimizni tuxumlarini kecha yig'ib olganmiz, 3 ta tuxum. Bu bittani joyini begona qilmasligi uchun qoldirib qo'yganman. Buni xudo xolasa endi ertaga yana tuxum bo'ladi, g'oz tuxumlari. Endi o'tkalarimiz ochib chiqqanida ikkinchi partiyasiga bostirib oryapmiz g'oz tuxumlarini. Bugungi natijalar mana shular.
Xudo xolasa, endi kirboz jo'jalarimizni ko'rsataman. Mana bu yerda bizning jo'jaxonamiz. Bu yerda bizning agidel, bigunok, indoudka, sisarka jo'jalarimiz bor. Bir talay jo'jalar. Xudoyim yana ham barokatli qilsin. Bu jo'jalar hammasi sotuvda. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, bu jo'jalardan chiqarib beramiz. Bu indoudka jo'jalarimiz, koreyskiy oqbosh va germanskiy gibrid jo'jalarimiz. Xudo xolasa, hammasi sotuvda. Mana bu sariqlarimiz, oq agidellarimizda jo'jalari va sisarka jo'jalari bor mana. Va mana bu bigunok jo'jasi, indiyskiy bigunok jo'jalari mana bular. Bular hammasi sotuvda. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, sotamiz. Indoudkalarimiz ichidan unaqa tim qoralari ham chiqyapti. Endi esa mana bu yerda bizning indoudka va sisarka jo'jalarimiz. Bitta indoudkam o'lib qoldi. Kecha chiqqan edi. Chiqsa yo'q, pateriyalar baribir bo'lib turadi, xohlaysizmi yo'qmi? Manaki sisarka va indoudka jo'jalarimiz. Bu bizning germanskiy gibrid indoudkalarimiz. Bular sotuvda emas, bular o'zimizga qoladiganlar. Sisarkachalarimiz esa sotuvda. Bular sisarkalarimiz уже 10 kunlikdan o'tib qoldi. Cho'qillab, ovqat yeb, suv ichib qolishgan. Pecheni yapamiz va bu yerda bizning g'ozchalarimiz va xanxel tovuq jo'jalari va viandot jo'jachalari. Manaki xanxellarimiz sotuvda, viandot va g'oz jo'jachalarimiz sotuvga emas, ular sotilmaydi. Xudo xolasa, yaqinda yana yangi partiyalarimiz chiqadi, xudo xolasa, hammasi sotiladi xanxel jo'jalarimiz. Shuning bilan qadrli tomoshabinlar, bugungi videomizni yakunlaymiz. Hammalaringizga Allohning xayriyatlarini, barokatlarini tilab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.